Assalomu alaykum, ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar. Ko'rayotganinglar Shinjong televiziya stansiyasi, Shinjong Xuyi madaniyat tarqitish shirkati, Shinjong Bug'ra madaniyat tarqitish shirkati hamkorlik bilan sungan cho'ng tutki san'at programmasi, Obida Ipak yo'li sadosi programmasi. Rahmat. Ben Ümit Tursun. O'zinglarda bo'layotgan programmamizning 3-bosqichi bo'lgan imtihon bosqichi bo'lib, bu bosqichimizda har bir guruhdagi mahirlarimiz 2 dan baygiga tushib, o'ziga tegishli bo'lgan shu bir o'ringa ega bo'lish uchun tirishchanlik ko'rsatdi. Albatta, 3-bosqichimizdagi aloyidligi bo'lsa, har bir guruhdagi mahirlarimiz raqobatlashgandan keyin o'tirayotgan mahirimizning yana bir qatim ustozlar tomonidan tanlanish fursati bo'lib, albatta ustozlarimizga eskartadiganimiz har bir ustozning butkul bosqichda faqat bir nafar mahirni tanlash huquqi bo'ladi. Albatta, programmamiz hojatdorlig'iga Shinjong Obida Biyopan texnik taraqqiyot shirkati mahirlarimizga omad tilaydi. Bu programmamizda Shinjong mikro mablag'chiligi alohida talab qilgan. Bu programmamiz bilan Shinjong Kamra xalqaro savdo shirkati strategik hamkorlashgan. Bu programmamiz bilan Shinjong Oltin Gavhar savdo shirkati alohida hamkorlashgan. Albatta, 3-qarorlik Ipak yo'li sadosi programmasida 1, 2, 3, 4 darajaga erishgan mahirlarimiz katta bo'lgan mukofotlar bilan mukofotlanadigan bo'lib, 1-darajaga erishgan mahirimiz bo'lsa, Kamra yurishlik aqsil talqini, Kamran aqsilli qaymoq choylari, buvoqlar quvvat bo'lmaqi, buvoqlar zaksi qatorliq sifatli mahsulotlarni ishlab chiqarib, xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Shinjong Kamra xalqaro savdo shirkati 120 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblanadi. 2-darajaga erishgan mahirimiz bo'lsa, cha sog'lomlashtirish va parvarish qilish sohasida dodillik bilan izlanib, Sarkarda markali yurishlik mahsulotlarini bozorga solgan Shinjong Sarkarda xalqaro savdo shirkati 100 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. 3-darajaga erishgan mahirimiz bo'lsa, diyorimiz yonqinchilik sohasida aqli iqtidorli yonqinlarni bozorga silayotgan boshlamchi korxona Shinjong Qutlan xalqaro savdo shirkati Qutlan yonqinchiligi 80 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. 4-darajaga erishgan mahirimiz esa Safiya Najva Almastoy qatorliq yurishlik mahsulotlarni bozorga solgan va xalqimizning qizg'in olqishiga erishgan Shinjong Safiya xalqaro savdo shirkati 60 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. 3-qarorlik Ipak yo'li sadosi programmasining ustozlari bo'lsa, Abdulla Saknisining yetakchi ustozi Abdulla Abdurim ustoz, Al-Ray guruhining yetakchi ustozi Dilshod Raydun ustoz, Sanobar Saknisining yetakchi ustozi Sanobar Tursun ustoz, Nur Saknisining yetakchi ustozi Nurnisa Abbos ustoz. Rahmat. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, naq maydondagi tomoshabinlar. Bugun diqqatimizda bo'ladigani Al-Ray guruhi. Undaqda bugungi raqobatimiz boshlanishidan avval Al-Ray guruhining yetakchi ustozi Dilshod Raydun afandidan qanday yuraksizlar bor? Birlikda aloqa qilaylik. Qani ustoz. Assalomu alaykum. Televizor ekran oldidagi suyimli ko'rmanlar. Ipak yo'li sadosining 3-sonining 3-aylanmasi hozir boshlanish oldi turibdi. 2-aylanmada 16 mahirdan tanlangan 8 mahirni biz Al-Ray guruhimizdan yordamchi ustoz Shokat afandim ikimiz ko'p o'ylashib, mushu 8 mahirning mushu qatimliqi aylanmada yaxshi natijalarga erishish uchun bu mahirlarning ovoziga tushadigan hamda o'zining talantini, naqsh etish mahoratini to'liq joriy qildira oladigan naqshlarni shu mahirlarimizga taqsim qildik. Qisqagina 2 oy jarayonida bu mahirlarimizmi oz bo'lmagan jafolarni chekdi. Jiroq yerlardan Urumchi kelib, repetitsiyaga qatnashib, naqshlarni o'rniga elib, tankash muzikalarni hammasini ishlatib, jafolarni chekdi. Shokat afandim ikimiz bu mahirlarga yana ko'plab naqsh etish jihatdagi mahoratlarni, naqshlarni qanday qilib bir taraf qilish, qanday qilib lirikalik etish, qanday qilib nuqsonsiz etish to'g'riliq jiq tarbiyalarni berdi. Endi mushu aylanmada bizning Al-Ray guruhimizdagi mushu 8 mahirning mushu 3-aylanmada yaxshi natija bilan o'zlarining naqshini, texnik yuqori mahoratlarni o'rlab, televizor ekranining oldidagi barliq tomoshabinlarga estetik zo'q berishini umid qilaman. Rahmat. Rahmat ustoz. Xuddi Dilshod Raydun ustoz aytganga o'xshash, biz Al-Ray guruhining bu bosqichdagi musobaqasiga
bir aziz mehmonni taklif qildik. Bu aziz mehmon bo'lsa, hammalarga tanishib bo'lgan ijodiyatchi, muzikant bo'lgan Shavkat Esxon apandi. Qarshi olamiz. Shavkat apandi, bu sizning ikkinchi qitim, ya'ni bizning Ipak yo'li sadasi programmasida yordamchi ustoz sifatida qatnashishingiz bo'lib hisoblanadi. Undaqda sizning mohirlarga deydigan qanday yurak so'zingiz bor? Assalomu alaykum, muhtaram aziz mehmonlar, yaxshimisizlar? Men Shavkat Esxondan hammanglarga o'tliq salom bo'lsin. Bizning guruhimiz inoqlik, ittifoqlik to'lgan bir guruhpa. Qisqa bir necha yil ichida biz guruhdagi mayirlar bilan urug' tuqqandek qarindoshlik bo'lib ketdik. Bir necha oy oldin, bir necha oy mashq jarayonida guruhdagi a'zolar, mayirlarimiz az bo'lmagan jafolarni chekdi. Albatta buni ustoz Gulshat Raydin apandimniki jafosidan amgikidan ayrilib qarg'ilib olmaydi. Men ko'p yordamda bo'lolmagan bo'lsam, nihoyat hayajonli o'tiribman. Mayirlarga yaxshi natijalarni o'zlari o'ylagandanmi yaxshi natijalarni tilayman. Mayirlar g'ayrat qilinglar. Rahmat. Albatta, bizning programmamizga qatnashgan barliq aziz mehmonlar o'zining ko'ngil sog'lig'ini olib keldi. Sizning bu ko'ngil sog'lig'ingiz bor deyman. Albatta bor. Biz buni bunday qildik. Ko'ngil sog'lig'imizni. Men o'zim akkordlashtirgan bir narsani shogirdim Muhammad Tursunniki ovoz orqali yetkazsam deb o'ylab, alaydiroq qilaydi deb o'zimizcha. Shuning Muhammad Tursunni bir naqshga o'rlashtirgan, Muhammad Tursun shogirdim taklif qilgan bo'lsa. Bo'ladi. Qanday bo'lsa hammalar qizg'in olqishlarimiz bilan Muhammad Tursunni sahnimizga taklif qilamiz.
Amaliyotda Muhammad Tursun mening bilishimcha, ayni vaqtda bir qancha yil burun Markaziy televiziya stansiyasining Osonliq millatlar naq maydonida nomer o'rinlash jihati 3ning oldingi 3ning ichiga kirdingizmi deyman. Demak, shu mayir tanlash musobaqasiga nisbatan sizning bir tajribangiz bor. Undaqda shu tajribalaringizni hozir musobaqaga qatnashmoqchi bo'lgan mahirlarga bir yetkazamsiz undaqsa? Oldi bilan shu ekran oldidagi shunaqami shu ko'z oldimizda o'tirgan 4 ustoz yanalar mening ustozim, yordamchi ustozimiz Shavkat Isxon boshchiligidagi barliq 4 ustozlarimizga salom bo'lsin. Ekran oldidagi barliq aziz mehmonlarimizga salom bo'lsin. Salom sizlarga. Rahmat. Endi 2013-yillik Osonliq millatlar naq maydon naqsh etish musobaqasida ozgina ko'p turamdi. Mening bilishim hamda toz ko'p emas. Shunday bo'lsa-mu, 5-dan o'tganlar bo'lsa, birinchi bo'lib shu sanada natija muhim emas. Ikkinchidan o'zimizning ovoz sharoiti bo'yicha eng go'zal holatimizni, sahnadagi eng go'zal holatimizni, ikkinchidan shu ovozimizning eng sifatli holatini chiqish uchun shuni bir o'ylasak, qolgan natija ekran oldidagilar yoki pastdagilar yoki ko'z oldimizda turgan ustozlarning bahsi uni o'ylamasak, yana bir shart bo'lsa, o'sha qinimizdagi urg'ib turayotgan udar, shakl, hissiyot shularni epib qolsak, qinimizga narsani shu qinimizda berishcha hamisha o'rlab epib qolsak, ashuni o'zi eng chong natija deb o'ylayman. Rahmat. Demak, natijaga bir ko'ngil bo'lib olmay, shu naq maydondagi holatimizning, kayfiyatimizdan huzurlansak demoqchi. To'g'ri. Rahmat sizga. Ishlaringiz texnik barakatli bo'lsin. Qani, o'smayli. Marhamat. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, naq maydondagi tomoshabinlar. Al-Roy guruhining imtihon bosqichi hozir boshlandi. Oldi bilan sahnamizda mahorat ko'rsatadigan mahirlarimiz bo'lsa, Rizvongul Davud bilan Guljannat Roziq. Navbatda maydonga chiqmoqchi bo'lgan ikki mahirimiz Guljannat bilan Rizvongul. Men Al-Roy guruhiga kirgandan buyon Dilshod ustoz bilan Shavkat muallimning yetakchiligida nurg'unlagan bilimlarga ega bo'ldim. Guljannat bo'lsa, oldingi sonda tomoshabinlarimiz ko'rgan güzel ovozda opera o'rinlaydigan pishqan bir naqshchi. Bu qatam o'qimoqchi bo'lgan naqsham Ozarbayjon Arshin Malaldinning bir operasini aytmoqchi. Rizvongul bo'lsa, bu bizning Pichan oila san'at umididagi kasbiy bir naqshchi. Mening bu qatam musobaqa tayyorlik qilgan naqsham Pasha Ishonadam o'rinlagan Vatanga Madiya nomli naqsha. Bu naqshini o'rganish ma'noda bir qadar tas keldi. Ovoz egizlik jihat olsun, qattiq yumshoqlik jihat olsun. Dilshod Roziq ustoz bu jihatda menga intayin yaxshi tarbiyalanib berdi. Men cho'qim eng yaxshi saviya bilan bu qatam yaxshi natijani qo'lga keltirishga tirishaman. Rizvongulmo nihoyat kuchli, yaxshi naqshchi. Lekin men bu qatam yaxshi tayyorlik bilan keldim. Utib chiqishga to'liq ishonchim bor. Shkillarning nihoyat ko'taran guruh bilan naqshlarni, nihoyat jangovarlik bilan yaxshi o'rlashinglarni umid qilaman.
Sida yangıldı. Ekran aldığındaki qadrli görünmələr. El Rayi Grupsının tunji gruppa makirləri özlərinin naqşlarını aytib oldu. Ondaqda ustazlar qandaq bahalarını berdi, qandaq tavsiyalarını qildi. Alap bakamdıq. Nurnisa Abbas ustaz. Mena Rizvan Gülüm Vatanga Madiya namlıq naqşını o'rinlabdi. Bu naqshning bir necha xil uslublarni o'rinlagan uslublarni anglagan. Lekin bugun Rizvan Gül eng chiroyli uslubini yetkazibdi. Rizvan Gül, rahmat. Bak chiroyli aytdingiz bu naqshni. Ovozingiz burunmi chiroylikda, hozirmi texmi chiroyli bo'lib ketibdi. Sizni tabriklayman. Men naqshni haqiqatan fayzi o'qidingiz. Gulzannat Raziq. Kasbchiliginiz nihoyat kuchli, sahnaga bak yarashgan. Ajoyib bir huzur beg'ishlaysiz-ku. Rahmat. Bugun siz haqiqatan yaxshi o'rinladingiz. Gap ketmaydi. Kasbiy nuqtai nazardimi shu? Sahna qiyapdingizmi shu? Rizvan Gülni tavsiya qilaman. Rahmat ustaz. Abdulla Abdurim ustaz. Rizvan Gülmo ma'lum degandek ilgirlash zo'r. Mana bugun
bu vatanga madhiya degan naqshni biz ustozlarimizdan aytganda anglagan, men mana yosh bolalarning aytganda anglamayapti ekanman. Yosh bolalarning ichida rasma singlimiz bugun biroz aytib qo'ydi bu naqshni. Hamda natijangizga barakalloh tirishibsiz. Burungi naqshlaringizni anglab kelyapmiz. Hamda uning ustiga siz bu sizning guruhidami burun bo'lgan, shu naqshlaringizni anglagan bir qadamdan mushu holatga kelibsiz. Mana bugun deyishib o'tadi, bu naqshda masala chiqmadi. Chiroyli ovozingiz munoyati bodi. Guljanat Roziqqa texmi gap ketmaydi. Bu qiz mushu bugunmi texmi asli bunadami qo'yib o'tib, o'zroq o'zingizning shu operaning kayfiyatini texmi yarata oladingiz. Bo'pti, naqsh musobaqasi bo'lgandan deb naqshni asos qilib qoldingiz. Boshlab sal yig'ishtirib oldingiz. Lekin naqshni ayt yaxshi bo'ldi. Men Guljannatni tavsiya qilaman. Guljannat. Rahmat. Rizvangul Davud vatanga madiya asli ovozlarini aytgan bir naqsha. Bugun kuchmayla hech qanday kuch ketmagandaklar bir kichik naqshni aytayotgandaklar aytgan. Men hayron qoldim. Ilgirlashni cho'ng bo'pti. Dilshod Raydin ustozning guruhiga kirgandan keyin Guljannat Raziq aning ovoz texnikasida gap yo'q degan naqshni yaxshi yuqori saviyada o'ralab berdi. Endi cho'qim birisini tavsiya qilishgan, men tavsiya qilganim Rizvangul Davud. Rizvangul Davud. Rahmat. Bu ikki moyirimiz uslub o'xshamagan bilan ikkisimi o'makniki kasbiy naqshchilar hamda nihoyat yaxshi o'rinda naqshni odatda mashq qilgandikidanmi bakrak yaxshi bo'ldi deb qarayman. Cho'qim birisini tavsiya qilish kerak ekan. Men Guljanatni tavsiya qilay. Guljanat. Rahmat ustoz. Dilshod Raydin ustoz. Amal bahoyingiz. Aldinglar bu ikki moyirimizning o'xshamagan ikki uslubda naqsh o'rlaydigan ikki moyir. Guljanat bo'lsa güzel ovozda naqsh o'rlaydi. Undan boshqa yana xalq naqshlarini, ommabop naqshlarini nihoyat chiroyli o'rlay oladi. Rizvangul bo'lsa, mush naqshni vatanga madiyani Isa muallim deb yo'qan. Dasmi masal erzirgan. Bu naqsh hamon cho'ng naqsh shu. Buni bizning ustozimiz Pasha Ayshan ustozimiz aytganda, mushu Pasha Ayshan ustozimizniki aytgan o'rlagan naqshini ko'p anglang, apfuraq shivilari, qandaq yerlarni qandaq oladi, avjilarni qandaq qanqitadi. Buni endi do'rabda aytib qo'ysa bu naqsha o'xshamaydi-ku. Shuning uchun bu naqshni qanday aytish uchun avval aytgan ustoz ag'darib yetkazib o'rlagan buni Pashada. Shuninkini unchalik o'rlash mumkin emas, lekin shunga yiqillash kerak-da. Texnik yıkılışka köp anlansam Allah qilsa birayman ketim anladım ki bu kız. Muşu repetisyar endimi aşı nurgun yerlerini ben deppedim. Onşak nuklanda Paşa adamның aşı telefonda bakan naqsi. Şunu qayta anlap işkimiz meyrini mandaq aldı eken, eğerini andaq aldı eken. Rizvangul'un mas sizim çalgı kuşlukken ço. Digenini şu zaman kılalaydı eken. Bu naqşının ayeti qalbilik yaxşı orladı. Güljanat mı gap yok bu naqshni o'rlashda. Ovoz bu Güljanat Shanxay Müzik İnstituti, Abdushem Müzik İnstitutlarida bir necha yil o'qigan. Mushu kasbchi, ishkils kasbiy naqshchi. Bizning mush Elray guruhimizdagi eng g'olliqi ishki moyirimiz mushu. Bu ikki yilisidan qiymayman. Xo'sh, ustoz eng oxir qaroringizni chiqargan vaqt keldi. Guljanat bo'lsa, mushu güzel ovozda naqsh aytadi. Rizvangul bo'lsa, milliy uslubda, yerlik bizning milliy uslub naqsh aytadi. Undan boshqa moyirlarimiz ichida yana ommabop uslub naqsh aytilgan bular moyirlarimiz qilba. Demak, cho'qlim mening guruhimda hamda xilma-xil uslub naqsh aytgan bolalar. Key xitimliq musobaqaga yana moyirlarimizning rangdorlik qatnashishini o'ylashib Hey!
ketmek bozuqmasa? Hayatda oylamagan hırslarga uchrab kelishinizmi? Og'ina, nojo'shmamsa, kuch-quvvat urg'ib turganda hırslarga yuzlanish hech gap emas. Aga, sen bak noja? Hırslarga jang e'lon qiling. Ammo Obida imirga ichimligi tugmisi bo'ladi. Ay, nima deb biror quti ortiq kelibammigan? Obida energiya ichimligidan quvvat, jasorat keldi. Obida energiya ichimligi. Taşkan energiya, ishonch va jasorat Obida energiya ichimligi. Yaponiya GX Neft Kanguruyi 1888 yılı qurilgan bo'lib, hozir dunyodagi 500 kuchli korxonaning biri. GX guruhining Enios silaqlashmayi dunyodagi 10 kuchli Abdullah ichida oldingi qatorda turadi. Enios silaqlashmayi energiya tejash, muhit bulmaslik, motorning iqtidorini 2% yuqori ko'tarishdak aloyihligi bilan motorning umrini uzartadi. Xinjiang Osiyo Ipak yo'li neft kimyo sanoat cheklik şirkati Yaponiya Enios silaqlashmayining sifatining yaxshiligi bilan keng xalq omasining yoqtirishiga erishdi. Enios silaqlashmayi sizning ishonchlik tanlashingiz. Xinjiangning har qaysi joylaridan hamkorlashib chaqiramiz. Sarlaq chumpardiga o'ralgan bu keng ziminda uzun asrlarning yumron o'rnlari qaytadan bosh ko'tarishga boshladi. Har qadamda izi chaqnagan qora bo'g'ra bu shahan yurtda go'zallikning shohidi sifatida namoyon bo'ldi. Acaba soldat kanda yemek yüzlerim Sağ sola mantka var şermez gösterim Jene kutur gaz var Yaltın bulle limoni Her isem uygutudu toyğumuzda abidos Teksas'e Kınıp pişir olsam das kanda abidos Man solo yeni da bulmaz abidos Demi kava family abidosuz detemaz Das kanga yarışar güldürdürgen abidos 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 Kınıp pişir olsam das kanda abidos Abidos Kınıp pişir olsam mızdık sokak abidos Abidos yalpız limon alaydı içimliki Bugün kimning taomi o'xshaydi? Bir sinab ko'ray. Albatta mening o'xshaydi. Nima? Cho'qim men. Hammasining ajab o'xshab ketibdi. Buningda cho'qim bir gap bor. Qaydo. Vah! Qaydo yurish tetkusi bo'lsa, kimning tamoqqa o'xshamasa, kimni ahmoq qilasizlar? Qaydo tetkusi bo'lsalar, taomlar alomat o'xshaydi. Qaydo yurishlik tetkullari. Güzellik fakat hayatını kızgın söygen ve özgü köyünüşünü bilgenlerge mensup. Hayatımız töp koş bilen culalanğınıdek, sağlamlığımızmı tomurumuzu dolqunlap eqivatkan, hayatlığımızın asası bolgan aşı kan bilen bakılışlık bolur. Kararlıq kan toluqlap duruş, bizdeki kan azlıqtın payda boladigan türlü xavflarning oldini aladi. Men kan toluqlashqa Furqat kan quvvat ichimligini tanladim. Sağlamlıqqa intilgich xonim qizlarga tavsiyarim Furqat kan quvvat ichimligi. Hargınlıkınızda tüvitip sizge huzur berişlaydigan, esil temni mücessemleyen Obida energiya içimliki mahirlarga utuq tilaydi. Bu programımızda mehir muhabbetini özüge mizan kılan, mehri yürüşlük yürüş buyumlar şirketi alaydı talep kılan. Ata-analar rızasını, balalar arzusunu kandırıp kilovatkan Xinjiang Kamuran Halkara Soda Çekti şirketi programımız bilen stratejilik hemkarlaşkan. Çaş sağlamlaştırış, perviş kılı sahasında serkerdik rol oynavatkan Xinjiang Serkerdik Halkara Soda Çekti şirketi programımızga yakından yardımlaşkan. Halktan ilip halkı kaytırışını özüge mengülük nişan kılgan Xinjiang Altın Güver Soda Çekti şirketi samimi askerdir. Şuna key xıtımlık musabakaga yana mayalarimizden rangdarlık katmışını oylaşıp Gülcennet'ine. Mübarek olsun. Afsus, bayatımkı beygide siz tuturup koydunuz. Ama afsusunish yo'q. Chunki sizning yana bir qatamlik fursatimiz bor. Balkim boshqa ustozlar sizga ko'zni tikib qarab turgan bo'lishi mumkin. Men avvaloychi bo'ldim. Undaqda ustozlarga berilgan vaqt 10 sekund. Ta'tir sanoq boshlandi. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Mübarek olsun, Rızangül mübarek olsun. Siz Sanubar Tursun ustozning guruh tanlandingiz. Albatta keyingi bosqichdasiz Sanubar saknasining a'zosi sifatida musobaqa qatnashasiz. Mübarek olsun. Qani, ustozlar Mübarek olsun saknimizda qadamlarimiz Sanubar ustozning guruh serki sarxillar bilan davomlashadigan bo'ldi.
eng yaxshi ishqoringiz bilan keyingi bosqichlarda eng yaxshi natijalarni qo'lga keltirasiz. Albatta 3-chi qarorliq Ipak yo'li sadasi programmasida 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi darajaga erishgan mahirlarimiz katta bo'lgan mukofotlar bilan mukofotlangan bo'lib, 1-chi darajaga erishgan mahirimiz bo'lsa, Kamra yurishlik aqsil talqini, Kamran aqsilli qaymoq choylari, buvoqlar quvvat bulmiqi, buvoqlar zaksi qatorliq sifatli mahsulotlarni ishlab chiqarib, xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Xinjiang Kamra xalqaro savdo cheklik shirkati 120 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblanadi. İkinci dərəcəyə erişkən mahirimiz bo'lsa, çay sağlamlaşdırış və pərviş qilish sohasida dadillik bilan izlanib, Sarkarda markali yurishlik mahsulotlarni bozorga solgan Xinjiang Sarkarda xalqaro savdo cheklik shirkati 100 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. İkinci dərəcəyə erişkən mahirimiz bo'lsa, diyorimiz yanqinchilik sohasida aqli iqtidorli yanqinlarni bozorga solayotgan boshlamchi korxona Xinjiang Qutlan xalqaro savdo cheklik shirkati Qutlan yanqinchiligi 80 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. 4-chi darajaga erishgan mahirimiz esa Safiya Najva Almastoy qatorliq yurishlik mahsulotlarni bozorga solgan va xalqimizning qizg'in olqishiga erishgan Xinjiang Safiya xalqaro savdo cheklik shirkati 60 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. Endi sektimizda raqobatlashadigan mahirlarimiz bo'lsa, Mahmud Muhammad bilan Mehmetcan Ekim. Növbəti meydana düşməkçi bo'lgan ikki mahirimiz Mahmudjon bilan Mehmetcan. O'sha Dilshod akam bilan Shavkat akamdan qo'lib kelgandan yoqi o'zimdagi oz bo'lmagan kamchiliklarni bilib yetdim. Mahmudning aytmoqchi bo'lgan naqshi Dadam nomli xalqaro bilan tanishib bo'lgan naqshdan o'rnalmoqchi. Mahmudning yaxshi naqshi ham yetishgan naqshi. Mehmetcanning o'rnalmoqchi bo'lgan naqshi Gulim. Men bu guruhga kirgandan keyin ovozni qanday chiqarish ham boshqa jihatlarda nurg'unlagan bilimlarga ega bo'ldim. Bu qitim ustozim Dilshod akamning bizga berilgan naqshlarni yaxshi o'rinlashga tirishimiz. Mehmetcan do'stimga utuq tilayman. G'ayrat qiling. Bu ikkili naqsha ommabop uslubida aytiladi. O'zining yuqori saviyasi bilan bu naqshni g'albilik o'rlashini umid qilaman.
Qadrli ko'rmanlar, yuqorida biz Mahmudjon, shundaqla Mehmetjonning elib kelishidagi naqshidan birlikda huzurlandik. Undaqda endi biz ustozlarning bahasi shundaqla tavsiyasini olib boqaylik. Oldi bilan Abdulla Abdurahim ustoz. Rahmat ishki o'quvchimizning o'xshamagan temada aytib naqshisiga birisi Atalar to'g'risida yozilgan naqsh ekan, yana birisi sevgi muhabbat naqshisi ekan. Mana endi har ikkidanlar chiroyli aytdinglar vallah. Rahmat. Masala yo'q. Menim bugün muallimga tavsiyarim Mehmetjon. Mehmetjon. Rahmat ustoz. Sana bir to'xtam ustoz. Mahmud Mehmet inimiz dadam degan naqshini ta'sirlik.
o'rlab berdi. Ben şu o'ylayman, Mehmetcan Hekim elimiz etgan naqshlardir. Abdullah ustoz dedi, muhabbet izhar qilingan. Muhabbet izhar qilingan naqshlarni zodi shu zarlabli bichar bo'lib yig'lab etish kerakmi Abdullah aka ya? Mehmetcan Hekim inimdan la emas, bizning yoshlarimizdan shu muhabbet kuylangan naqshlar bo'lsin. Yig'lamsirash emas, mardonlikni ko'tarib chiqishini umid qilaman. Mening tavsiya qildiganim Dilshod Raidning ustozga Mahmud Muhammad. Rahmat ustoz. Bir ustoz. Dadam degan naqshim chiroyli naqsh ekan. Dada to'g'riliq naqshlar bek chiroyli yozilgan naqshlar chiq bo'lganligi uchun men naqshida toza ifodalanmay qoldi. Ya ovozing sal bugun endi jiddilashib qoldimi sizniki? Mahmud, buningdan yaxshi ayta olsangiz yaxshisiz. Şuna bugün men tavsiyarim menga ijodiyatda eng yoqqan Gülüm nomli naqshining egisi. Mehmetcan. Rahmat ustoz. Shavkat ustoz. Shikam ayrimizmi yaxshi aytdi. Mahmudmi yaxshi aytdi, xili yo'riq ovoz bo'lgan. Mashqlikdan xili yaxshi. Ammo 3-chi kublet kelgan vaqtda ozroq ovoz o'rni sal yo'q, ustiga o'rlab ketib qoldi-chu. Mehmetcan kelsak, Mehmetcan kasbiy nuqtadan hamda Mehmetcan o'ziniki ijodiyatni aytganlik uchun men Mehmetcanga bilet tashlayman. Rahmat ustoz. Dilshod Raid ustoz. Bahoyimiz. Mahmud Mehmetcan bu ishga yigit baytın o'rliga ishkil naqshi shunchalik yaxshi. Mahmud mushu dadam degan mushu naqshni nima uchun mushu itni o'rladi deganda oldin qatim 2 sonda bunun dadisi vafot bo'lib ketib bir haftadan keyin sahnaga chiqib yana naqshni o'rladi. Ey mushta musibat bo'lib qolsa bu davomlashtiramdik bu ishni desam, yo'q aka, kerak yo'q. Men cho'qim davomlashtiraman. Ko'nglim shunchaki yerim turib, yana mushu nimaki qatnashda bu rolni ta'sirlandim. Bu qatim mushu naqshni etishdimi? Buni shu darsni eslagan mashaqlar nimba. Endi muhimi mushu naqshni sahnada bugun yaxshi o'rinlab tomoshabinlarga ko'rsatdi. Bu sening bir g'albang. Mehmetcanning Gülüm degan naqshini Mehmetcan mushu aylanmaga kelishga bir muncha naqshlarni o'rgangan, tayyor qilganda zodi aplashmay inkar mushu naqshni 10 kun oldin yozdi bu. 10 kun oldin muzikasini yozib, ishlab, tekstni qo'ndirib, gitarlar aytib qilganda biz repetitsiya nim qildik, Shavkat muzikasini ishildi. O'z gitarni o'zi chalgan ba'zisining gitarni. Gitarni bak yaxshi chaldi bu. Asosiy gitar keyiniga Shavkat akordeon bilan bir muzik stop tutdi 3 kun bo'ldi buni. Uni oldi gitarlar mashq qilgan. Endi 2 yuz japotatida endi bu yerga natijaga keltirgan muhim emas, muhimi shu sahnada shu ishkisi naqshni g'albalik o'rinlig'ini shu bularning uftig'i eng chong uftig'i. Xo'sh, ustoz. Eng oxir qaroringizni chiqargan vaqt keldi. Eng oxir qarorim. Assalomu alaykum efendim. Sizga nima lozim? Oqsil, yong'oq, qaymoq, sut, choy, asal, meg'iz. Kam tabiiy oziqlarni tanlagining dal to'g'ri. Lekin men bularni prislab, birli xaltaga qochilib oldim. Mana. Kameron oqsil qaymoqchi? Kunlik yo'lga chiqsang, oylik oziq al. Kameron oqsil choylarini doim hamroh qilib ol. Kameron yurishlik oqsil choylari. Ey, bak mo'jiqmasa, to'xtang. Hayotda o'ylamagan xislarga uchrab kelishingizmi? Og'ina, mo'jiqmasa, kuch-quvvat urg'ib turganda xislarga yuzmish hech gap emas. Aga, sen bak mo'ji. Xislarga jang e'lon qiling. Ammo Obida energiya ichimligi tugimisi bo'ladi. Hay, nima deb biror quti ortiq kelib olmagan. Obida energiya ichimligidan quvvat, jasorat beradi. Obida energiya ichimligi.
için güzel. Әттіргіл елей гүл яғларының ханышы болып, теріңіздің мәмлігіні ашырып, қорықланып түсейді. Теріңізні тегіден сүзілдіріп, нұрлық қылыды. Gül yığının hedi sizin ruhunuzı kötürüp cəlbkar qılıdı. Təbii işlənген çin nuri dövrlərinin işi-içiga ərsiydi. Hayat tılsımları bəzida cəsədar yaşlıqның tiləkləri üçün üzük. Bəzida qiran mövsümlərdəki sadaqat riştining zunari. O yana təmkin yıllardakı vapa bilhiziki. Göz aldığınızdaki tılsım uzun yıllarning sınaqlarida tavlanğan hər bir zinnət meyvesini nəfslikdə vayığa yetkizib, hayatınızga o'chmas ma'nolarni qo'shalaydigan xislatli xazina. Tılsım altınları tilekiniz, rishtangiz va vapoyingiz bo'lsin. Tılsım hayotingizning xazinasi. Tılsım altınları. Hargınlığınızı tügütüp sizge huzur berişlaydigan, esil temni mücessemligen abide energiya içimliki mahirlarga utuq tilaydi. Bu programımızda mekir muhabbetini özüge mizan kılan, mekiri yürüşlük yürüyüş buyumları şirketi alaydı talep kılan. Ata-analar rızasını, balalar arzusunu kandırıp kilovatkan Şinjan Kamuran Halkara Sodu Çekti şirketi programımız bilen stratejilik hemkarlaşkan. Çay sağlamlaştırış, terbiş kılı sahasında serkerlik rol oynavatkan Şinjan Serkerlik Halkara Sodu Çekti şirketi programımızga yakından yardımlaşkan. Halktan ilip halkı kaytırışını özüge mengülük nişan kılgan Şinjan Altın Göğer Sodu Çekti şirketi samimi eskertidir. Programımız hazırlı başlanadı. Kararım Mehmetcan. Mehmetcan, mübarek. Balkim kayfiyatimizda ozroq bir o'zgarishlar bo'lgan bo'lishi mumkin. Bayatdan shu naqshini o'rinlash jarayonida shundoq bu. Shuni ozroq bir savalliklar ko'rinib qolgan bo'lishi mumkin. Bu qitimliq baygida o'tirib qo'yganimiz bizning fursatimizning yo'qligi emas. Yo'q. Bu maydon maqam faqat bir mashq maydoni bu. Bu maqam faqat bir mashq maydoni. Mening o'ylig'im endi men shu aslida men boshqalar shep kelgan. To'xtatdi, ko'nglim to'yganmi? Shuni bilan shu dadam degan naqshini aytish nimasi keldim. Chunki dadam vaqtsiz, kelmas bir mahalla ketib qoldi. Lekin mening qalbimda dadam mangu hayot. Shuni bilan birlikda ustozim Dilshod akamga, Shavkat akamga va boshqa ustozlarga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Hamda meni qo'llab bergan Shayxodagi barliq do'st birodarlarimga, akam Abdurasulga, hamda shu naqshamning muzikasini tanklashib bergan ustozim Akbar Arkinga chin ko'nglimdan rahmatimni aytaman. Dilshod Raydin ustoz oldingi maydonda Abdullah sahnisida o'zining huquqini ishlatib oldi. Sanobar Tursun ustoz bo'lsa, birinchi aylanmada o'zining huquqini ishlatib oldi. Hozir yana huquqini ishlatmagan Abdullah Abdurim ustoz bilan Nurnisa Abbas ustoz bor. U ikkisi balkim sizni tanlab qilishi mumkin. Undaqda ustozlar, ta'bir sanaq boshlandi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rahmat. Amaliyotda Mahmudjondan keyin o'ziga qarasa mendan semiz, mendan bundoq gavdlikroq turg'ini bilan kichik boldek shundoq sap pak qalbi bor ekan-ku. Amaliyotda bayatdan aytgan shu naqsini sahnada ifodalab berishi va kayfiyatida turoqsizlik paydo bo'lib qolganining o'zi bir foydali deb o'ylayman. Chunki odam o'zining qalbidagi shundoq bir to'sqinliklarga uchrashi va azob-uqubatlarga uchirgan shu vaqtlarda ma'lum bir usul orqali o'zi yaxshi ko'rgan shu usul orqali bir boqirib o'tish yoki bo'lmasa shu usul orqali bir chiqirib o'tish orqali o'zidagi bir yengillik kayfiyatini paydo qilish. Menimcha sizmi bayatdan o'zingizning naqsini otangizga aytgan, dadangizga atab aytgan bu naqsingizni o'rlagandan keyin kayfiyatingizda sal yengillash bo'ldi deyman a. Bo'ladi. Unda qolsa sizning buningdan keyin texmi o'zingizning ro'yingizni urg'itib olg'a qarab meningizga tilakdoshligimizni bildiramiz. Qani, undaqda ustozlardan boshlaymiz. Tirishchanlik ijtihod bilan bosgan qadamlar hargizmi insonni umidsizlik cho'lida qoldirmaydi. Balki g'alba buloqlarda natija jamida suv ishkizadi. Sahnimizda mushu bosqichga kelishning o'zimi shuning misol. Bundan keyingi san'at hayotingizda tirishchanlik ijtihodni o'zingizga hamroh qilasiz.
Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, ko'rayotganinglar Al-Roy guruhining 3-bosqichi, ya'ni imtihon bosqichi. Endi sektimizda mahorat ko'rsatgan vakillarimiz bo'lsa, Yakya yo'ldosh bilan Wang Feifei. Növbətdə meydana çıxan iki mahirimiz bolsa, Wang Feifei ilə Yakya. 这次比赛，我为大家带来一首具有挑战性的艺术歌曲《美丽家园》。台下呢，在准备这首歌曲的过程当中，迪丽夏提老师非常认真耐心地给我讲解了关于歌唱中很多的不足。 Bu naqshni qiyinlik darajada xeli var. Wang Feifei bu naqshni tayyorlash jarayonida puxta tayyorgarlik qildi hamda zo'r jafolarni tortdi. Mening sakmamroyim bo'lsa, Wang Feifei bu bir kasbiy naqshchi. Yakya bo'lsa, bizning hozirgi yoshlanishlik ommabop uslubda naqsh etgan bir mahirimiz. Bu qitimliq musobaqada etmoqchi bo'lgan naqsham ona to'g'risida. Bu naqshni mashq qilish jarayonida ustozim menga yuqori ovoz, töven ovoz chiqarishlarni inchikilab o'rgatdi. Yakya, 我们一起共同加油！ ishqilingizga tuqlan tilayna yaxshi natijalarni olishimizni umid qilaman. Sahnada o'zinglarni erkin qo'yib, eng yuqori mahoratlarni ochiq qilishni o'rnashinglarni umid qilaman. Senin elin barında men çok buldum. Batın alem gül versin sana. Unutmayman anam bergen sütümle ecrim bilen birimen cevap ketmeydu güzel.
亲告诉你，春过春过，当秋风吹过金色的田野里，那是父亲催促你收割收割。来呀不嘿，来呀不嘿，啦啦啦啦啦来呀不嘿，来呀不嘿，那是父亲催促你收割收割。Xo'sh, mana ikki mahirimizning naqsini anglab oldik. Undaqda ustozlar qanday baholarni berdi, tavsiyalarni qildi, anglab boqaylik. Bir nisaba ustoz. Van Feyfey, güzel yurtum, güzel uyum degandek mazmunlardagi naqsini o'rlab berdi. Nayta obdan yaxshi o'rlab berdingiz Van Feyfey. Ovozingiz texmi kontrol qilishni texmi o'rganibdi. Kontrolchi. Van Feyfeydagi ilgirlash kontrollikchi. Yahya Yoldaş Yahya Tuncu ana temisideki naqshini o'rladi. Men mushu Yahya'ningki har qanday naqsh esa mushu hissiyat berishiga bak amroq. Mushu bo'yicha menga bergan inim bak esil. Shuning uchun mening tavsiyam Yahya Tuncu. Yahya Yoldaş, rahmat ustoz. Abdullah birinchi ustoz. Endi bugun men tavsiyada Van Feyfeyni tavsiya qilaman. Van Feyfey, rahmat ustoz. Sana da ustoz. Bu Yahya Yoldaş inimiz her basqıçdan yaxshi naqsh o'rlayotdi. Hammamizning bir hayajonlantiryotdi har bir naqsi. To'xtin qilma ana haqidagi naqsimi ajoyib yaxshi o'rinladi. Van Feyfey texnikalik naqshchi, haqiqatan o texmi yaxshi o'rlab berdi. Men lekin Dilshod Raydın ustozga tavsiya qilganim Yahya Yoldaş. Yahya Yoldaş. Rahmat ustoz. Shavkat Isxon ustoz. Hozir ustozlar deb o'tdi. Van Feyfey haqiqatan bir kasbiy naqshchi, makni kasbiy naqshchi. Nayt yaxshi o'rinladi. Yahya kelsak, Yahya aslida bir xanjus naqsha tayyorlagan. Boshda azroq maslahatli bo'lmay, tayyorlab qo'yib qolibdi ekan, muzikalarni ishlab tayyor qilib qo'ygan. Ikki kunning ichida almashtirib shuning muzikasini ishlashga ulguramidik. Bunda bir sanda bo'libmi, oxirgi vaqtlarda bir tal gitar bilan chiqib aytish, biroz g'ayratinga barakalloh ukam. Amal bo'lmadi, shu tunugilda mashunda o'zgarishlar bo'lib qoldi aka, bu naqshni tanlab olib ekanman, lekin keyindan ba'zi yerlarni bir taraf qilib bo'lamidi degandan keyin shu naqshni o'zgartgan. Shuningga g'ayratlik inimga bir bilet tashlay. Rahmat. Dilshod Raydın efendi. Avval bahayınız. Yahya Yoldaş mushu o'tkul kelguncha o'zining hissiyatchan, bu naqsh ishning ichiga kirib, naqshning ichiga rasmiy to'liq hissiyat bilan o'rlaydi. Odamga ta'sir beradi-ku. Yahya bo'lsa-mu Bejinda o'qiyotdi bu shu shenda yingish endi. Bu vaqa o'zigini o'qiganda nima naqsh emas. Bu shu ommabop naqsh etish uslubida rasmiy institut o'qiyotgan bir bola. Van Feyfey bo'lsa axsus harim naqshchilarning kasbiy naqshchisi. Xo'sh, ustoz, eng oxirgi qaroringizni chiqargan vaqt keldi. Eng oxirgi qarorim Sahnada Uyg'ur ommabop naqshchiligining sarkardasi Abdulla Abdurayim. Sarkarda? Sarkarda? Shundoq. Sarkarda kundilik turmushimda, safarda, hatto sahnadami sarkarda yurishliklari menga hamroh. Sarkarda yurishliklari bizga hamroh. Sarkarda yurishliklari bizga hamroh.
sarkarda yurishliklari hammamizga hamroh. Sarkarda. Qılıp taşqan energiya, ishonch va jasorat obida energiya ichimligi. G'uncha. Yoshlik gulining simvoli. G'uncha. Oziqliq va sovuq qangandilar go'zallik jildilanadi. G'uncha. G'unchaning go'zalligidan hurlamiz. G'uncha, men xush yurishligi. G'uncha. Lotnurdan yerlik paxlan go'shini ham material, Atımraz kebapchilik hunarini asos qilgan Anvar Tonur kebaplari o'rab qachilinib, ehtiyojingizga asosan bozorlashtirildi. Ishchan o'g'il qizlarning tujublab pishirgan tonur kebaplari ilg'or uskunlar orqali pokiz muhitda o'rab qachilinib, har qaysi shahar bozorlariga yetib bordi. Ta'mli yigana Anvar Tonur kebaplari beytliq dasturxoningizda texmo mo'l qiladi. Lotnurdan quvvatli go'shtari tujublab pishirilgan tonur kebapi, mikrobsiz holatda vakuumli qachilangan kebaplar sizga quvvat va sog'lomlik ato qiladi. Shvetsariya Shimandan Louis mahsulotlari 7D kvantlik mikroshakl tizish teri yoshartish asbobini ishlatganda hujayralarning ko'payish unumi an'anaviy teri asrash mahsulotlari unumining 6000 hassasiga teng keladi. Bu asbob terining cho'nqur qatlamlarga ta'sir qilib, ter to'shchilaridagi toksinni tozalab, hayotiy kuchga ega sog'lom teri ato qiladi. Ayol podshoh Shahan yurishligi ter to'shchilarini kichiklatib terini silliq qiladi. Terining pH qiymatini unumli tanshab, moy tarkiblarining ajralishini taqollashtiradi. Ayol cho'ng kichik hammasiga mos keladi. Şinjan Nafais Xalqaro savdo cheklanish şirkati. Turpan dunyoga donglik bir makon. Turpanda yana bir makon bor. U bo'lsa Turpan makon savdo shaharchisi. Harkat darkatni topadi. Sayohat qilgach tabobat qiling. Kelgusi uchun mablag' selish kerak. Dal joyga so'nilgan mablag' sizni o'yilmagan manfaatlarga erishtirdi. Sayohat bilan tabobat birlashganda haqiqiy nafga erisha olasiz. Do'kon demak, kon demak, barakat ko'p do'konda. Mablag' seling, boy bo'ling, Turpandagi makonda. Ishonch sizdan, makonga keling. Kafolat bizdan. Mablag' seling. Boy bo'lish ko'riginiz Turpan makon savdo shaharchisi. Kamerandan xushalliqlar üzülmeydi. Kameran bulmuqi mukaffatlik setish faoliyati boshlandı. Plan aqli iqtidorlik yan telefon. Meşrep to'g'lab bo'lsa, kameran aqsil qalqi, kameran aqsil chi, yana bir qap kameran glikozi jaziri qatorli 9 xil sarxil mukaffatlar sizni kutmak. Kameran bu vaqtlar quvvat bulmuqi. Bu programmamizni mehr muhabbatni o'ziga mezon qilgan Mehr yurishlik yurish buyumlar shirkati alohida talab qilgan. Xo'sh, ustoz. Eng oxir qaroringizni chiqargan vaqt keldi. Eng oxir qarorim muvaffaqi. Albatta, Yakaynim, bizning yana bir fursatimiz bor. Chunki Abdulla Abdurim Efendi shundaqla Nurnisa Abbas xonim ishkaylarning qo'lida yana 2 tal bilet bor. Ya'ni balkim ular o'zlari sizni o'zining guruhiga tanlashi mumkin. Undaqda qani ko'rib baqaylik. Teatr sanaq başlandı. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Afsusinim. Ama menimcha bu vaqtda bugungi bu natija muhim emas. Mushu jarayonda bizning o'rganganlarimiz hamda muhim. Shunday-ku. Bundan keyingi o'qishlaringizda texnik ustuqlar tilaymiz. Qani, ustozlar bilan xo'shlashamiz. Marhamat. Yoshlardagi tirishish, izdanish ruhi kelgusiga bo'lgan ishonchimizni oshiradi. San'at yo'lidagi o'rganish, izdanishinglarga utuq tilaymiz. Garchi sahnamizdan ayrilsangizmi, xalqimiz ko'ngil to'ridan o'rin og'idak san'atlar bo'lib yetishib chiqishingizni umid qilamiz. Yana deymiz jahon to'yinlik. Albatta, 3-qarorlik Ipak yo'li sadasi programmasida 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi darajaga erishgan mahirlarimiz katta bo'lgan mukofotlar bilan mukofotlangan bo'lib, 1-chi darajaga erishgan mahirimiz bo'lsa, Kamra yurishlik aqsil talqini, Kamran aqsilli qaymoq choylari, bu vaqtlar quvvat bo'lmoqi, bu vaqtlar zaksiya qatorliq sifatli mahsulotlarni ishlab chiqarib, xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Xinjiang Kamra xalqaro savdo cheklanish shirkati 120 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblanadi. 2-chi darajaga erishgan mahirimiz bo'lsa, choy sog'lomlashtirish va parvarish qilish sohasida dodillik bilan izlanib, Sarkarda markali yurishlik mahsulotlarini bozorga solgan Xinjiang Sarkarda xalqaro savdo cheklanish shirkati 100 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi.
Üçüncü dereceye erişken mahkerimizde bolsa diyarımız yanfınçılık sahasida aqli iqtidorli yanfınlarni bozog'i silayotgan boshlamchi korxona Şinjan Qutlan xalqaro savdo chekish shirkati Qutlan yanfınçılığı 80 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. 4. dereceye erişken mahkerimizde Safiye Necva Almastoy qatorliq yurishlik mahsulotlarni bozog'i solgan va xalqimizning qizg'in olqishiga erishgan Şinjan Safiye xalqaro savdo chekish shirkati 60 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. Әмді сәкнімізі махарат көстіған mahirlerimiz болса, Eli Ahmet bilen Turgun Muravidin. Növbeti meydan düşmekçi boğan yani iki mahirimiz Turguncan bilen Elican. Ben Avray Grupsu'na kirgenden bu yan Nişat Raydın Ustazım şunundaki Şavkat Ustaz'ın yetekleşide köplügen yaxşı bilimlerini aldım. Şu avaz ilim cihetli mi? Köplügen üzerinde faydalı taraflarını sındırıp geldim de olayım. Turguncan'ın orlamakçı boğan nakısı mening ayni yillarda 88 yilları bir Sazende degan bir nomli bir plastinka lenti chiqqan. Shuningdagi Onajon degan naqsh. Mening San Amrayim bo'lsa, Elijon. Men Avray guruh kirgandan buyon Dilshod Raydin ustoz, Shavkat ustoz nurg'un bilimlarni o'rgatdi. Elijon bo'lsa, eng ataliq naqshimizdan rahmatli Mirzat olim o'rinlagan Tar ko'cha nomli naqshni o'rinlamoqchi. Elijonning mu g'ayrat qilishni, o'zimning davomli g'ayrat qilishni chin dilimdan umid qilaman. O'g'il qo'y sahnada ko'rsaydi. Elijonning mu mushu aylanmada mush naqshni qalbida ko'rilishini umid qilaman. Odamga türelgendimen Şu güzel üstünge baktım dar kucağım Can anam niyen bağırdek bağrındı Tanıdım ey bağımni yaktım dar kucağım Can anam niyen bağırdek bağrındı Tanıdım ey bağımni yaktım dar kucağım kaçan Telmirip doymay karay ben dar kucağım Kim seni kardaydı koynun bir cahan Hey gül çiçek Ey Reyhan Buray sen dar kucağım Kim seni kardaydı koynun bir cahan Ey gül çiçek Ey Reyhan Buray sen dar kucağım
Şuncha bir naqiz yigitga pasi bor. Bir güzel dilber makon sen tar ko'cha. Shuncha bir naqiz yigitga pasi bor. Bir güzel dilber makon sen tar ko'cha. Dilber makon sen tar ko'cha.
Bundaqda biz ustozlarning bahasi shundaqla tavsiyasini olib olgandik. Qani, sen navbat tursin ustoz. Mening tavsiya qilganim Dilshod Raydin ustozga Turg'un Miravdi. Turg'un Miravdi. Rahmat ustoz. Abdulla Karim ustoz. Mundaqlar ko'rinib turdi. Turg'un Miravdin bizning muqom ansamblining hozir kasbiy naqshchisi bo'lib ishlayotdi. Bu ishkalarning hozirgi aytgan naqshisidanmi ovozniki ovoz jihatini masalan Eli Ahmad u kasbiy tarafdan bir mezgillik tarbiyalanish ko'rib boqmagan yigit. Ama mushu Dilshod muallimning qo'liga tushgandan tortib hozirga kelguncha mushunchalik holat keldi. Bu bir ilgirlash. Hamda Turg'un mayli kasb maktabda o'qigan bo'lsin burun yoki kasbiy o'rinda ishlab nurg'un ustozlar bilan davomli bilib o'zaro tajriba almashtirish badaliga mana hozirgi Turg'un bo'lib shundoq yetishib chiqqan hamda ko'zimiz ko'rib turyotdi. Bu amaliyotni ko'msak bo'lmaydi. Turg'un ustunlikni egalladi bugun. Men qarab turib Elining tirishchanligiga, bu Elining qizg'inligiga, buning bo'shashmaydigan ro'yiga apirini aytish uchun Elini ko'rsatib qo'ysam bo'lmaydi. Tavsiyalarim Turg'un. Bugun Turg'un ustunlikni haqiqatan Abdulla akamiz aytgandek egalladi. Ammo men bugun mushu Eli Ahmadni rag'batlantirish uchun tavsiya qilmoqchiman. Arshikli o'quvchimizni aytdi yaxshi o'rinda. Bayan ustoz degandek Turg'un haqiqatan ustunlikni egallab turyapti. Ovoz doirasini aytgan, ularning to'van tushgan vaqtida kontrol qilishni aytdi yaxshi bo'ldi. Elinikan azroq titrak aralashroq bo'lib qoldi, hamda balkim jiddiylashishdan bo'lish kerak, mana pasni kontrol qilishdan. Shuning kasbiy nuqtadan Turg'unni tavsiya qilayman. Rahmat. Dilshod Raydin ustoz. Eli Ahmad tarkochini aytman deganda dashliyman men. Men bu tarkochini boshqa naqshga solmamdi. Bu naqshni birinchidan jiqmaylar etib ketgan. Uzoq vaqt bo'lib ketdi. Ikkinchidan bu naqshni aytmoq qiyin-ku. Uşaq fraksiyonlarni Mirzat Alim bulun pushqirga olib ketdi. Buni aytman deb esa o'xshamaydi-ku andaq. Ama Mirzat Alimni aytgan texnik shu saviyasiga olmoq intayin qiyin. Buning ovoz naytgan inchik fraqlarga tushsi bo'ladi. Sal jirgirak ovoz bo'lsa o'ylanmaydi-ku. Uşaq fraqlarni olmoq biroz tez keladi. Desam shu takash muzikasini ishlatib bu naqshni yugurib kelib aytfadi bu. Aytib hayron qoldim. Bu fraksiyonlarni shunchalik joyga keldi-da. Turg'un Miravdining ma'no naqshini bizning san'atkorimiz Abay Abdulla 80-yil yozgan. Bu naqshning ismi Onajon. Men o'rlagandim. 88-yil mi 87-yil. Endi bu naqshning avjisi xeyli yuqori egiz. Xo'sh, ustoz, eng oxir qaroringizni chiqargan vaqt keldi. Endi oxirgi bosqichga bak no'jaqsizsa, yo'qlar. Hayotda o'ylamagan xislarga uchrab kelishimiz mumkin. Og'ayna, no'jaqsizmamsa, kuch-quvvat urg'ib turganda xislarga yuzlanish hech gap emas. Aga, sen bak no'ja? Xislarga jang e'lon qiling. Ammo obida energiya ichimligi tugamisi bo'ladi. Hay, nima deb biror quti ortiq elibammigan? Obida energiya ichimligidan quvvat, jasorat keladi. Obida energiya ichimligi. yolpizdan netijan haq nim deb ala. Nima haq nim deb ala. Ikkinisi aralashtirilgan irada yolpoz limon bilan haq yani nima deb ala. Yuraklarga yoqadigan salqinlik irada yolpoz limon alayhi ichimligi. İrade yalpoz limon ise hiç nima deb qolmaydi. İrade yalpoz limon alaydi ichimligi. Kamerandan xushonliklar ezilmaydi. Kameran bulmuqi mukofot setish faoliyati boshlandi. Plan aqli iqtidorli yantilpor. Meçrep to'lab bo'lsa, kameran oqsil talqin, kameran oqsil chi, yana bir qap kameran glikozi jafiri qatorli 9 xil sarqil mukofotlar sizni kutmak. Kameran bu vaqtlar quvvat bulmuqi. Sirliq chumpardiga o'ralgan bu kang ziminda uzun aslilarning yumron bo'lganlari
qaytadan bosh ko'tarishga boshladi. Har qadamda izi chaqnagan qora bo'g'ra bu shohona yurtda go'zallikning shohidi sifatida namoyon bo'ldi. Bu programmamizni Mehr muhabbatni o'ziga mezon qilgan Mehr yurishlik yurish buyumlar shirkati alohida talab qilgan. Xo'sh, ustoz, eng oxirgi qaroringizni chiqargan vaqt keldi. Endi oxirgi bosqichga turg'im rabbim. Barak bo'lsin. Barak. İlican Efendi. Belki bayattanki şu belgede uturarken buluşumuz mümkün. Ama esimiz olsun bizge yanı fırsat var. Hadi Abdullah Abdurrahim Efendi, Nur Nisa Abbas Hanım 10 sekund fakat. Tertür sandak başlandı. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Mübarek olsun İlyas Ahmet Efendi. Hem de siz bunun denken Abdullah sahnesinin azası sütüde keyinki basıçta misafir etmişsiniz. Hoş buldunuz mu? Hoş bulduk. Hadi sağ olun. Mübarek olsun İlyas Ahmet. Sahnemizdeki kademlerimiz endi Abdullah sahnesinde devam etadigan oldu. Abdullah sahnesideki buraderleriniz bilen kolunu kolga tutuşup texmi yukarı pallege yetkiysiz. Ekran aldığındaki kadarlı körümeler, Naq Meydan'daki tamaşıbıllar. El Rayi grupsunun imtihan baskıcı, bana bu şeyde akıllaştı. King sanı görüştükçe mamulunla, her hoş. Yolu sağda, sesi günün yok.